Oxirgi ishtirokchimiz ham Andijondan, Bobur To'ychiyev. Sanam hicringda yonda yana parvona aşkman. Sanam hicringda yonda yana parvona aşkman. Qalbi yodingda uyg'ondim, tag'in begona oshiqman. Qalbi yodingda uyg'ondim, tag'in begona oshiqman, ey oshiqman. Sanam sen zor feryadım, kuvonchim baxtu barbadim. Sanam sen zor feryadım, kuvonchim baxtu barbadim. Keley kel ko'ngli obodim, dili vayrona oshiqman. Keley kel ko'ngli obodim, dili vayrona oshiqman, ey oshiqman. Ishq kitobim o'zing ochib, so'ng kuldim qo'zg'atib Anaxinga keldim qochib, ajab divona oshiqman, hey oshiqman. Bor desam borligim yolg'on, chun bedorligim yolg'on. Bor desam bor
bekorligim yolg'on chun bedorligim yolg'on ishon muxtorligim yolg'on yana afsona oshqman ishon muxtorligim yolg'on tag'in begona oshqman ey oshqman Ancha xursand qildingiz. Men boshida sizni eshitib, men Habibullo Shamsiyevmikin dedim-da ovozlaringiz. Yomon o'xshar ekan. O'sha daromad birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorlari men o'zlariga aytyapman, Habibullo. Sizga shogird boshmadi. Keyin avjidan boshlab, keyin ovoz ochilib ketdi bu yog'i. Endi baribir biz haliga aslida do'st emas, siz o'zingiz ovozni eshitdi biza. Eshitildi. U kishining ovozi emas. Yo'llar shunaqa bo'lishi mumkin. Yana meni xursand qilgan narsasi juda ham murakkab usul bu. Shu usulga tushib ketishi o'zi ham katta narsa. Bir xonandadan ijrochidan talab qiladi. Yaxshi ovozlar juda ma'qul hammasi. Sog' bo'ling. Ijro yaxshi bo'ldi. Sog' bo'ling. Azizlar, hozir Habibullo akamiz e'tiroflaridan xuddi ularni shoshayotgandek tasavvur qildim, chunki hammaga rahmat aytib qo'ydilar. Hali ozgina vaqtimiz bor. Nimaga? Sababi natijalar e'lon qilinadi. Barcha ishtirokchilarimizni yana bir bor chorlaymiz. Marhamat. Azizlar, ko'rsatuvimiz avvalida taxmin qilgandik, bugun sal qiyinroq bo'ladi har doimgidan hakamlar hay'atiga, chunki bahsli ijrolar ko'p bo'ldi. Ya'ni hamma ijrolar deyarli o'sha qoniqarli, yaxshi ijrolar. Kimdir ovozda, kimdir o'sha ovoz jozibasi, imkoniyati, kimdir avji, kimdir qo'shiq tanlagan asar, hammasi. Albatta bu jarayonda hakamlar hay'ati e'tibor qaratishadi va Habibullo aka, keling, yakdil fikrlarni kimdan eshitamiz? Men taqdim qilaman, haliga olib borib beraman sovrinni deb o'tiruvdim. Davron akam gapiraman deb o'tirdilar, siz buni eshitmadingiz shekilli. Xo'p, bo'lmasa keling, Davron akamga siz so'z bering. Davron aka, o'sha g'olibimizni o'zingiz e'lon qilib bersangiz, chiroyli qilib, men bu sovrinni ijozat bersanglar, men taqdim qilsam. Azizlar, bugun haqiqatda juda ham bir hayratdamiz. Buni xalqimiz ham mana o'tirganlar tomosha bilan e'tirof qilishsa kerak. Bugun hammaga bu 5 baho qo'ydik. Ilgari 4 qo'yardik biz. -4 qilib qo'yardik-ku. Bugun 4 oladigan odam chiqmadi-da endi ichlardan. Uni o'zingizdan ko'rdinglar uni. O'zini she'ri, o'zini ovozi, o'zini musiqasi, butun bir chiroyli bir guldastani buketni biz guvohi bo'ldik. Lekin albatta bittasiga +5 qo'yishimiz kerak. O'sha yerda to'xtam keldik biz mana hozir kelishgan holda Habibullojon bilan mana xalqimiz e'tirof qilsa kerak. Mana biz oxirgi yigitimiz Boburjonning ijrolari bizga ma'qul bo'ldi. Chunki hamma tomondan usul murakkab bo'lganiga yo'llari, usul ovozlari ham juda ham bizga ma'qul bo'lib, Boburjonga, To'ychiyevga o'sha demak shu sovrinni taqdim qilishga qaror qildik. Marhamat. Sog' bo'linglar. Aslida barchalar g'olib, lekin ularning ichida qoidaga muvofiq mana shu sovrinni topshiramiz. Marhamat. Salomat bo'ling. Azizlar, sen zo'rsan, yangi serqirra ijodkorlarimizni iste'dodlarini kashf etishda davom etadi. Hammaga tashakkur izhor qilamiz. Sen zo'rsanda ko'rishguncha.